Oldingi videolarda ko'rgan bo'lsanglar, qanaqa qilib administrator qo'shish ko'rsatuvdik. Endi bu safar qanaqa qilib foydalanuvchi qo'shish ko'rsatamiz. Foydalanuvchi administratorsiz qo'shilmaydi. Administrator bo'lgandan keyin administrator faqat haqqi bo'ladi foydalanuvchi qo'shishga. Bu safar sizlarga men foydalanuvchini qanaqa qilib barmoq izini qo'shishni ko'rsataman. Buning uchun siz foydalanuvchi kodini kirgizasiz. Ya'ni звездочка rushotkani bosib, foydalanuvchini kodini kirgizib, rushotkani bosasiz. Ana, aytyapti. Birinchi foydalanuvchi qo'shiladi. Ikkini qo'shasiz foydalanuvchi. Mana. Hammasi o'zi aytilyapti. Biz bugun barmoq izini qo'shamiz. Ma'lumotni kirgizish uchun qo'lingizni 7 marta bosiladi. 1 1 2 3 4 5 5 tada bu safar qabul qildi. Shu holatda qo'shiladi. Barmoq izini 6-7 marta qo'yasizlar va qo'shiladi.